Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta persepimiz tayyor bo'ldi. Buning razmeri 230 ga 130 bolt, porti 50 sm bo'ldi bu. Rishotkasi 60 sm bo'ldi mana. Borti 1/4lik qalin list bo'ldi bortlari. Kreylan 1/4lik qalin list bo'ldi. Poli 1/8lik qalin list bo'ldi. Zakaz asosida ishladik. Traktorning prisepining resoldan qo'ydik. Tagiga birov turba qilib berdik. Tagida rezinkalari ham bor mana. Rezinkalar bor. Baquvvat qilib berdik mana. Cobalt balon, cobalt usti hissa bo'ldi 15 talik. Tortishlarni uchalasi qana shuyler qilib berdik. Ramalari o'zi shuyler. 1 tonna 600 lik qalin zamoqlari bilan qilib berdik. Baquvvat qilib chiroyli. Oldi ham ochiladigan bo'ldi mana. Ramalari shuyler. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Mana bu yerda telefon nomerlarimiz bor mana. Mana yurtdoshlar ko'rishlaringiz mumkin, kontaktga o'rinlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Baquvvat qilib, chiroyli qilib kontaktgalarni qilib berdik mana. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.